Masalan 124 deb oldik biz. 124 ga 120 xona qiyshiq, to'g'ri suvalmagan, to'g'ri shpaglovka qilinmagan va hokazo g'isht to'g'ri terilmagandir. Hop, shunda biz panisni ishlayotgani 0 deb bilinmaydi. 0 yopib keturasizlar, malarlar bu yog'ini 120 ga 120 qoraveradi. Unda muammo, agar panis ishlaydigan bo'lsanglar, bir yoq tekis lazerga qo'yasizlar, bir yoq tekis tomonga 50 ga 50 panis yasaysizlar. Bu chizig'inglardan bu yoqqa 120 o'lchaysizlar. Bu yerdan ham xuddi shunaqa. 120 o'lchaysizlar masalan. Yo'qida 70 o'lchaysizlar, bu yoqqa ham 70 o'lchaysizlar. Bir xil bo'ladi shunda. Orqasi bir yog'i masalan 54 bo'ladi, bir yog'i 50 bo'ladi. Bu yog'ini malarlar suvab ketishi mumkin, yo mebel yopib borish mumkin, nimadir bo'lishi mumkin. Lekin sizlar mana shu to'rtburchak ishlaydigan panisinglarni to'rtburchakga tekis qilib ketishinglar kerak. Bu bizning vazifa. O'shaning uchun mana eng tekis devordan chizganinglardan bu yoqdan ham xuddi shunaqa olasizlar, xatoni, xonani qiyshuvligini panis orqasiga tashlab ketasizlar. Shunda ertaga men suvat borardim malarga, yo mebel yopib borardim, uni nimaga men to'rtburchak qilmading degan har xil tushunmovchiliklar kelib chiqmaydi. Shuni ham inovatga olib qo'yasizlar.